أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرهن bugünkü dersimiz Rani bölümü. Rani'ye alakadar ahkamlar üstüne toxtalmoqchi. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو في اللغة مطلق الحبس. Arab tilida rahn degan so'z tutib turishni, bir yerda muqim turg'izishni ko'rsatgan so'z. Masalan, ma'un rahin desak, ya'ni rakid demakchi. Hala rahina sabita. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. Her bir nefs qilmishiga qarab tutib turilgan bo'ladi. Yani bir ayette Tur suresi 21. ayette kullu imrin bima kasaba rahin deb kelgan. Bu arab tilidagi rahn so'zining ma'nosiga aloqador mazmunlar. قال وفي الشرع الحبس بمال مخصوص بصفة مخصوصة شرع وثيقة للاستيفاء ليتجر الراهن بحبس عينه فيسارع إلى إيفاء الدين ليفتكها فينتفع بها ويصل المرتهن إلى حقه. فقه اصطلاحta rahn degan nimada iborat desak, buni bunda izohlabdi. Maxsus bir mal sababidan maxsus bir sifatda tutib turish. Shunday iborat. Bu qanday yo'l qo'yilgan? Şuri'a vasiqatan lil istifa. Birisida ilishi bo'lib qolsa, shu ilishini hujjatlab qo'yish uchun, puxtalab qo'yish uchun yo'l qo'yilgan. Liyatjarar rahinu bihabsi aynihi. Rahin bu yerda rani qo'yg'ichi. Rani qo'yg'ichi o'zining naq bir narsani, ayn degan naq bir narsani raniga og'uchi tutib turganlik sababidan siqilib, zerikib biyaram bo'lib fayusari ala ifa'd-dayn qarzni to'lashga oldirsin uchun liyaftakkaha qarzni to'lgandan keyin qanday qiladi desa rani qo'ygan narsani qo'liga topshirib olib oladi. Fayantafi'a biha qo'liga topshirib olgandan keyin foydalana oladi undan. Va yasilal murtahinu ila haqqi. Murtahin ranini olg'uchi. Rani olg'uchimi o'zining haqqini qo'liga olish uchun deydi. Yani buni ixchamlab izohlasak, tawthiqatu daynin bi'aynin yumkin istifa'uhu minha aw min thamaniha desak bo'ladi. Yani bir qarz bor bu yerda. Qarz demayli, yani birisidan ilishimiz bor. Shu ilishimizni zoya qilib o'tmay cho'qim zodi olishimiz uchun hujjatlab, puxtalab qo'ysak, bir narsa yaptırmız. Eğer de o ilişimizden alanmay kalsak, aldığın narsani alanmay kalsak, şu ranap tuğan narsinin puludun tültüvalımız pulumuzdan. Şunun da ibaret. Yani bu yada rahin, murtahin degan sözü çıktı. Rahin degan kim? Rahin qarzdar. Yani rani qo'yg'uchi. Murtahin rani og'uchi, qarz egisi. El-marhun desak, yak ar-rahn desak, raniga qo'yilgan narsa. Al-marhunu bihi nima sababdan bu narsa rani qo'yilgan desa, shu qarz sababidan. Yani ad-dayn, al-marhun bihi ad-dayn mishadi. Sabatat shar'iyyatuhu bil kitabi ve sünneti vel icma. Ranininki İslamiyatda yo'lliq ekanligi Qur'on oyatlari bilan, hadis bilan va barliq İslam ümmetininki birdek icması bilen ispatlangan. Bu icmanın mu asası el-kitab ve sünnet. Amma el-kitabu fe kavluhu Teala feruhunun makbuda. Feruhunun degan bu qiraat İbn Kesir bilen Ebu Amr'ның qiraati iken, bizning qiraatimizda ferihanun makbuda. Köpçilikning qiraati shu. Ve ennehu emrun bi sigatil ihbari. Qo'lga topshir elingan rana degan so'z
bu yerda xuddi xabar shaklida kelgan bo'lsa-mu, lekin buyruqni ifodalaydi. Naqlan anil mufassirin. Mufassirlardan shundoq naql qilingan. Buning ma'nosi nima esa? Ma'nahu va in kuntum musafirin va in kuntum ala safarin va lam tajidu katiban farihanun maqbuda degan. Sizlar safar ustida bo'lsanglar va lam tajidu katiban bir-biringlardan ilishinglarni, qarzlarni yezib hujjatlab qo'ydigan katib topolmay qolsanglar, chunki u chog'da hamma odam xat yozishni bilib ketmaydi. Hujjatlab qilib bir kishini topolmay qolsanglar, qarzinglarni putlab qo'yish uchun. Fartahinu ruhunan maqbuda. Qo'lingni topshirib olgan rani ilanglar. Fartahinu yani rani ilanglar. Vasiqatan bi amwalikum. Sizning ilishinglarni putlab hujjatlab qo'yish uchun. Bu yerda bir mahzuf bor desak, va in kuntum ala safarin va lam tajidu katiban deganda mishada, va in kuntum ala safarin fabaya'tum ila ajal. Siz safar ustida bo'lib, nisi savdo qilsanglar, ash qarzni hujjatlab qo'yish uchun hujjatlab birdigan katib topolmay qolsanglar, rani ilib qarzinglarni putlab qo'yinglar demoqchi. Buning mishada fabaya'tum ila ajal degan jumla mahzuf. Bu yerdagi buyruq, yani fartahinu ruhunan yoki fa'alaykum birihanin maqbuda desak bo'ldi. Bu yerdagi buyruq lil irshad, vojiblikni bildirmaydi, yo'l ko'rsatish, mustahillikni bildirdi. Nima uchun esa ko'pchilik olimlarning qarashida yezib hujjatlab qo'yishning o'zi vojib emas. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin illa ajalin musamman faktubu degandagi buyruq vojiblikni ko'rsatmaydi. Hamda yozgan odam topilmay qolsa, ranilanglar degan ekan, bu vojiblikni ko'rsatmaydi. Buning yana bir dalili uning keyingi oyatning davomi. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addillazi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Agar ishonch qilib qolsanglar, yezib jumay, rani olmay, hujjatlab qo'ysanglar bo'ldi. İxtiyoringlar degan tariqada. Bu oyatdan keltirilgan dalil. Va sunnatu hadisdan dalil desak, ma ruya annahu sallallohu alayhi vasallam rahana dir'ahu inda Abi Shahm al-Yahudi bil Madina. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning savutini Abi Shahm degan Yahudiga rani qo'yganligi haqida kelgan hadis edi. Madinadagi Abu Shahm al-Yahudi degan Yahudiydan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ochliq setilib savutini rani qo'ygan. Ana bu Abu Shahm degan Yahudiyning ismini tilg'ilib kelgan rivoyatlar Imom Shafiy va Bayhaqiylar qilgan rivoyat bo'lib, buning sanadi ojiz. Lekin Yahudiyning ismini atamay, Abu Shahm degan ismni atamay, bir Yahudiydan deb kelgan rivoyat Sahihaynda aniq bor. Bu tarafdan unda hadis sahih. Bu yerda hadisdan bir dalil keldi. Hadisda dalillar ko'p. Yani birisini eklib kifoya qilgan bo'lishi mumkin. Bo'lmasa hadislardan masalan, yana bir hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunda degan: "Az-zahru yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhuna." Uloq rani qo'yilgan holda chiqim xarajatini qilib minsi bo'ladi. Wa labanu ad-darri yushrabu bi nafaqatihi idza kana marhuna. Yililliq, yani chiqadigan charmallar bo'lib qolsa, rani qo'yilsa, uning xarajatini chiqimini qilib sutini ichsa bo'ldi. Va alallazi yarkabu va yashrabu an-nafaqa. Minib sutini ichgan kishi, ya'ni raniga og'chi chiqimini qilib turdi dedi Sahih Buxoriy hadis. Yana Imom Shafiy Hasan sanad bilan rivoyat qilgan, Ibn Hibban Sahihda rivoyat qilgan bir hadisda la yaghliqur rahnu min sahibihi allazi rahana lahu ghunmuhu alayhi ghurmu. La yaghliqur rahn degan ran qo'yilgan narsa ran qo'yg'uchi egisidan, ya'ni o'sha ranning egisidan tortib olinmaydi. Lahu ghunmuhu, uning masalan avidgan qo'y nima qo'ygan bo'lsa, masalan qo'zilabdi.
yoki sal ziyon bo'lgan holda uruqlab ketibdi deyli, uni ziyinimi o'zga, foydasimi o'zga deydi. Ya'ni shu qo'yning egisiga. Ra'nning egisiga uning foyda ziyini bo'ladi, lekin egisidan tortib olinmaydi. Ya'ni ra'ni qo'ygan kishi agar qarzini to'layolmasa, ra'ni og'uchi uni g'achchi setib bilan xajlanmaydi. Faqat qozi ham setib pulini ilib ol desa, hukm qilsa, undan ilib olaydi. Lekin o'zligidan bu mening oldi deyilmaydi. Yani bu çok meselelerde şunda, kichkina bir naslda qozixonaga berib yurmaydi odatda. Qala va bu'itha sallallohu alayhi va sallam wan nasu yata'amalunahu fa aqarrahum alayhi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib avatilgan chaqda kishilar ra'ni muomalasi qildi, ra'ni qo'yib, ra'ni ilib qildi. Fa aqarrahum alayhi. Uningga qarshilik bildirmay, "Amunda qisani bo'ldi" degan. Ve aleyhil icma ra'ni qo'yash, ra'ni ilishqi bo'lganligida islom ulamolar ichida icma bor. Ya'ni barliq olimlar mayli safarda bo'lsin, mayli muqim turayotgan holatda bo'lsin, ra'ni asi joiz deb qaraydi. Bunda oyatdagi "Ve kuntum ala safarin" degan safar degan so'zi bu ko'pincha ahvolda ra'ni gelish safar ustida bo'lib qolgan bo'lg'achqa xaraja mahrajil g'olib. Shunda deyilgan. Bo'lmasa u safarga xos emas demakchi. Bu ittifoq doirasidan Mujahid va Dahhak Ibn Hazm qatorliq ulamolar shu oyatningki lafzidagi "En kuntum ala safarin" yani safar degan so'zning o'ziga eslab muqim turayotgan shayishida safar qilmoqlikda ra'niga ilishqa, ra'ni qo'yashga bo'lmaydi deb qaragan, lekin bunda asosan ijmo bor desak bo'ldi. Bunun yana bir dalili masalan icmaen katib bo'lsin bo'lmasin ra'niga qo'yash va ra'niga ilish joiz bo'ldi. Oyatda "Valam tajidu katiban" dedi. Katib topilmay qolsangiz, lekin katib bor ekan, lekin katib bor bo'lsa-mu hujjat yezib qilib yurmayman, ra'ni olma deb qolsa bo'ladi. Chunki hadislarda bu mutlaq holat kelgan. Oyatda shunda "Valam tajidu katiban" deb hujjat yozuvchi topilmagan ahvolga qaratgan bo'lsa-mu, lekin hadislarda mutlaq kelgan bo'lg'achqa. Bundan keyin ijmoan mayli safar ustida bo'lsin, mayli safar qilmagan ahvolda bo'lsin, hujjatlab qo'yuvchi yozuvchi bo'lsin yoki bo'lmasin, har ikki ahvolda ra'niga ilishqa, ra'ni qo'yishqa bo'ladi. Qala va huwa aqdu wasiqatin. Muallif rahimahullah al-Muxtarda shunda izohladi. Rahn nima deb iborasi va huwa aqdu wasiqatin. Bu hujjatlab qo'ydigan bir to'xtam. La budda fihi min al-ijab wal qabul kasair al-uqud. Undan keyin to'xtam degandan aqd bo'lgandan keyin cho'qim bunda ikki tarafninki roziligini ifodalaydigan ijab wal qabul tepilishi shart. Bu yerda ijab wal qabul rukni hisoblanmış. Rahn aqdisininki rukni hisoblanadi. Tepilmasi bo'lmaydi. Qala bimalin madmunun bi nafsihi. Yani aqdu wasiqa bimalin madmunun bi nafsihi. Nimani hujjatlab qo'yash o'zligidan zot to'limisi bo'lmaydigan bir mal sababidan hujjatlab qo'yishdan iborat dedi. Madmun bi nafsi degan yani to'lam qildigan demakchimiz edi. Hichomlasak agar yo'qolib ketib qolsa ya bermay qolsa to'lam qildigan elishi bo'lib qolsa birsida shu elishini hujjatlab qo'yish uchun to'xtamlashilgan to'xtamdan iborat demakchi. Bi nafsi ay bi misli yani masalan pul desak $100 elishi bo'lgan bo'lsa bu $100 cho'qim shu $100 qaytarish lozimda. Ayında qaytirdigan to'laydigan mallarga qarta unda ra'ni qo'yash masalasi kelib chiqdi deydi. Shunda ahvollarda joiz bo'ldi. Yumkin istifa'uhu minhu. Yani masalan birisida $5000 elishi bo'lgan bo'lsa, bu $5000'ni ololmay qilishidan ansirsa, mashinani go'raga qo'y, ra'niga qo'y degan bo'lsa, mashinani go'raga qo'yibdi. Ham bu yer demakchi o'g'ini, shu mashinani agar qozi hukm qilsa, satsa, shuning pulidan $5000'ni
ilvagıl buldu demekçi. İlvagıl bulduğun aşında. Yani pulusunu rani koygan narsadan tirildirip aldığın toxtamda ibaret demekçi. İlişini rani koygan narsasını keyin satqanda şuningdan undirib oladigan bir mal bo'lishi lozim dedi. Ala ma nubayyinuhu inşallah taala. Buni biz tuanda tafsili bayon qilamiz. Qanday ijobat qabul bo'ldi? Masalan, rani qo'yg'ichi rahantuka hada shay'a bima laka alayya min dayn. Mening gadinimda sizga berishim bor. Mushu qarzga qarta men ma'nosini sizga rani qo'yib qo'yma deydi. Rani qo'yman deb rani so'zini ishlatish kerak emas. Masalan, ma pulni akab bergicha ma sizda tuttusun desam rani bo'ldi. Ma'lum madmun bi nafsihi degan so'zdan u madmun bi saman degandek narsalar chiqib qoldi. Ya'ni so'z setiqda pulusini to'laganlik uchun berish kerak bo'lgan tovar desak, bu chiqib qoladi. Bunda rani qo'yishga, rani ilishga bo'lmaydi demakchi. Buni to'g'ri tafsili bayon qilamiz. Bu yerda nima uchun rani qo'ymoqchi degan masala qarasak, rani qo'yilgan sabab tövendeki bir netçe şartla tepilse anda rani caiz buldu. Birincisi, bir yerde bir qarz bo'lish lazım. Gadında tölish kerak bo'lgan, o adamning elish kerak bo'lgan bir qarz bo'lish kerak. Bu qarz aniq muqimdilgan bo'lish kerak. Cho'qim to'laydigan qarz bo'lish kerak. Uning pulini rani qo'ygan narsadan to'ltuvag'ili buldigan, tirildiruvag'ili buldigan qarz bo'lish kerak. Miqdori aniq bo'lishi kerak. Qarzning miqdori aniq bo'lishi kerak. Qala va la yatimmu illa bil qabd. Ran to'xtam qilishmoqchi. Ijab ol qabul qilibdi, lekin bu qachon tamom bo'ladi? Qachon ikki taraf yanolmaydigan holatda lozim bo'lib ketadi desak, yani lozim bo'lib ketadi degandan shu rani avchi uni tutib tura oladi. Yo'q, bu rani mening qo'limda bermayman deb. Raniga qo'yg'ichimi uni qo'lga olmay qoladi. Qachon desa, wala yatimu illa bil qabd. Ashi raniga og'uchi qo'lga topshirib olib bo'lgan bo'lsa, bu chog'da rahn lozim bo'lib ketadi, ya'ni bundan rani qo'yg'ichi yanolmay qoladi. Raniga og'uchimi qarzimni bermagicha rani qo'ygan narsani qaytarib bermayman deylaydi. Qala Allohu taala faruhun maqbuda. Yani bizning qiraatimizda farihanun maqbuda. Qo'lanlığa rani topshirib ilinglar degan. Vasafaha bi kawniha maqbuda. Bu oyatda shu ranini qo'liga topshirib ilingan deb sifatladi. Fala takunu illa bi hadhihi sifa. Unda bo'lgandikan rana cho'qim qo'liga topshirib olgandan keyin andin to'liq bo'lgan bo'ldi. Ta qo'liga topshirib olmagan bo'lsa, u chaqda rani to'xtami to'liq bo'lmagan bo'ldi. Vali annahu aqdu tabarru'in. Yani bir tarafta ilib aytsak, bu yani bu qiyas iborat hozir bu dalil. Yani bir tarafta ilib aytsak, bu rani to'xtami o'zligidan xalab qarshi tarafni xotirjam qilay deb qildigan bir to'xtam. Masalan, hibiga o'xshash, ariyaga o'xshash, qarz berishga o'xshash, kafala vakala, shaxs vakala degan narsaga o'xshash va aqdu tabarru'. Ala tara annahu la yujbaru alayh. Qaramamsa u rani qo'yg'ichini cho'qim rani qo'ysan deb majburlig'i bo'lmaydiganligiga qaramamsan. Fa yakunu tamamuhu bil qabd kal hiba. Undan keyin hibaga o'xshash, hadiya, hibaga o'xshash bu qo'lga olgandan keyin andin tutudi. Masalan, birisi bir narsa bermoqchi bo'lsa, sizga bir kitob beray yoki bir mashina beray degan bo'lsa, bergandan keyin og'uchini qo'lga topshirib olgandan keyin bu hiba tamom bo'ldi. Agar taxi topshirib bermasa, u hiba tamom bo'lmagan bo'ldi, hiba ishi vujudga chiqmagan bo'ldi. Shuning o'xshashla ranimi qo'lga topshirib bergandan keyin andin tamom bo'ldi. Yani qo'lga topshirib bergandan keyin u ranning egisi ranimni qaytarib bersin deb qaytarib olmaydi. Faqatlam shu qarzini to'lagandan keyin andin qaytarib oladi. Aw bit taxliyati qo'lga topshirib berish bilan tamom bo'ldi dedik. Qo'lga topshirib berish bo'lmasami taxliya bilanmi tamom bo'ldi.
Tahliya degan nima desa, ba'zi narsalarni qo'lga topshirib og'il bo'lmaydi. Masalan, bir uy, mashina, masalan. Bunday narsalarni qo'lga shunday topshirib og'il bo'lmaydigan, faqatlam buni mana mashina, mana uy deb ishlatishga topshirib bersa, tahliya bo'ldi. Bu hamda qabdu hukmi deymiz. Hukman qo'lga topshirib og'ilning o'rnida bo'ldi. Mana shu mashina rani bo'lsin, ma uyam rani bo'lsin degan taqdirda. Va qabla zalika, agar qo'lga topshirish bo'lmasa, haqiqatan yoki hukman vujudga chiqmasa, insha sallam va insha'ala xolisa rani qo'ydi, xolisa rani qo'ymaydi, ixtiyori. Lima bayyanahu annahu tabarru'un. Biz yuqorida bayon qilib o'tganligimizdek, bu ya'ni aqdirran tabarru'dan iborat. Yani rani qo'yg'ichi o'zi xolab, ixtiyor qilib bo'libdi, rani qo'y, xotirjam bo'lsin, ko'ngli aram topsin deb qildigan bir to'xtam. Thumma ar-rahnu la yakhlu imma in kana bidaynin wa huwa al-mithli. Ana bu yerda yuqoridagi ma'lum madmunu bi nafsi degan iborani tushundirmoqchi. Rani degan ikkining biri bo'ldi deydi. Ya bir qarz bor bu yerda, elishi bor. Dayn degan mishada bir narsaning pul emasdan. Ya o'tni berib turgan qarz, ya bir narsa sotgan bo'lsa, pul qolib qolgan bo'lsa dayn deymiz. Shu qatorliq gadinga o'tab qolgan narsa sababidan bo'ladi. O'l misli, bu bo'lsa masalan dollar, $100 yoki 10 taqa bug'doy esa 10 taqa bug'doy. O'qishi bozordan topilgan shunday narsadan iborat bo'ldi. Qarz. Yoki ikkinchi ehtimol au bi'aynin, ya ko'z oldimizdagi naq narsa sababidan mı buldu deydi. Bu naq narsa degan va huwa g'ayril misli. O'qishi qaytarilmaydigan, shu o'zi qaytariladigan narsa. Undan keyin bu ayn sababidan bo'lib qolsa, joiz bo'lmaydi degan gap chiqdi. Bunun tafsilotini to'g'ri bayon qildi. Fa in kana bidaynin, agar biz rani qo'ydik. Bu rani qo'yishimiz shu bir gadimizga o'tab qolgan bir narsa sababidan bo'lsa, joiz ala kulli halin bi ayyi wajhin thabat. Qanda shaklda bo'lsin, bu qarz gadin o'tab qolgan narsa savdo sababidan bo'lsin, boshqa sababdan, nima sababdan isbotlangan bo'lsin, har ahvolda bu joiz bo'laverdi. Ranasi bo'ldi bunun qarta. Savaun kana min al-athman aw min ghayriha. Yani bu gadin o'tab qolgan narsa pul, masalan dollar, lira, oltin, tilla bo'lsin yoki uningdan boshqa bug'doy masalan, yoki o'xshiba telefon masalan. Shunday narsa bo'lsin, bunun qarta rani qo'ysa joiz bo'laveradi, chataq yo'q. Va in kana bi'aynin, an muayyan naq bir narsa sababidan rani elish bo'lib qolsa, bu muayyan naq narsalarni ikki turga ayiramiz. Madmunatun va g'ayr madmuna. Adat to'lam qildigan va to'lanmaydigan ikki tur bo'ldi. Endi to'lam qildigan narsa fal madmuna ala wajhayn. To'lam qildigan narsa ikki turlik bo'ldi. Madmunatun bi nafsiha, bu o'zligidan zodi to'lamisi bo'lmaydigan narsalar va madmunatun bi g'ayriha. Ikkinchi turi boshqa narsalar sababidan to'lash kerak bo'lgan narsalar. Buni tafsili bayon qilsak, fal madmunu bi nafsihi, yani o'zligidan, o'zining tabiatida zot to'lamisi bo'lmaydigan, o'zligidan to'lash kerak bo'lgan narsa deganimiz ma yajibu inda halakihi mithluhu aw qimatuhu. Buni yo'qotayotgan yoki vayron qilayotgan, buzayotgan ahvolda shuning o'xshini to'lab turadigan, ya o'xshi topilmasa uning qimmatini to'lab turadigan bir narsa iborat. Masalan, kal mag'sub. Masalan, birisining bir telefonni bo'lib olibdi. Telefonimni qaytirib deganda, bu telefon endi bo'lmasa, men akapray telefonlarni desa, yoki saqchi tutgan chog'da qaytiraman telefonni desa, men akapray desa, akapray deb qechib ketishdan qo'rqqan ekan, qo'ldagi soatni, yoki ma soating, ya o'zining telefonini, bulonchining telefonini eklamasin, ma telefonim menda turibsin, mening telefonimni eklagan chog'da uni qaytirib berma deb ranasi bo'ldi. Vel mahr, to'yliq. Mesela ayolni to'ygan qizni o'tkab ketmoqchi.
to'yliqimni berang ondan baray desa, erning qo'lida to'yliq naq bo'lmasa, yetkab ekitishni kechiktirmaslik uchun unda olsa, mashinani ayolning ota-onasiga raniga qo'yang, keyin to'yliqni bergan chog'da mana mashinani qaytirdi degandek. Yani to'yliqni to'liq topshirib olishni puxtalab qo'yish uchun ayol erdan rahna olib turdi. Va badalul khul'i. Khul'i bo'lgan ahvoldami er to'yliqni to'liq qaytirdi emasmi? Qaytirdigan chog'da hozir qo'limda yo'q desa, u ayol undasa keyin qaytirgan bo'lsa, men masalan mashinani raniga olib turman, shu to'yliqni to'liq qaytirib bergan chog'da mashinani berma deb rana olib tursuldi. Was-sulhi an damil amd. Qasdan odam o'tganlik vaqasida sülülashgan bo'lsa, pul olib qissasdan voz kechadigan ahvol bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, 50 ming dollarga bitishgan bo'lsa, 50 ming dollarni men bir oy ichida akab beray desa, uning qarta mashinani rana olib bo'ladi. Fayajuzu rahnu biha. Yuqorqidak elishlar tufayli rana ası buludu. Liannaha madmunatun damanan sahihan. Çünkü bu naslini zaten aş karıştırıp tülüş gerek olan narsa. Bu tülüşe doğru halıtta geldiğinde artılgan. Yumkin istifad deyni minhu. Rani koyulgan narsadan aş tülmekçi olan narsını kiyince qazı hüküm kıysa ondan tirildirvağılı buldu. Vel madmunatu bi gayriha. Hem de başka narslar bilen tüleş gerek olan narsalar desek, bu nimde ibaret? Mesela kel mebi'a fi yedil ba'i'. Bir so'di bo'ldi. Birisi mesela bir telefonini setib oldi. Pulusini to'lab bo'ldi. Endi bu do'konchi ma telefonini topshirib beray desa, endi bo'lmaganlikdan ata kelib degan bo'lsa, ata pulamni topshirib bu uchun xotirjam bo'lmayman. Unda bo'lsa, telefonning o'rniga va telefonini men rana olib turay, ata ash telefonimni topshirib bergan chog'da uni qaytirma deb bu xarida bu chog'da do'konchidan telefonni topshirib olish uchun rana talab qilsa bo'lmaydi. Fala yajuzu rahnu biha. Yani la yajuzu rahnu bil mabi' demakchi. Do'kon sotib olgan narsani to'liq xotirjam qulamni topshirib olish uchun men rana talab qilma desa bo'lmaydi. Li'annahu la yajibu bihalakihi. Çünkü bu narsa buzilib ketib qolsa, do'konchining qo'lida turib, xaridaning qo'liga o'tmay, do'konchining qo'lida turib buzilib ketib qolsa, yo'qolib ketib qolsa, u chog'da to'lam kelmaydi. Bu yerda kerak bo'lgan ish nima desa, pulni qaytirdi. Telefon to'lab bermaydi, pulni qaytirdi. Undanki buni to'lash kerak bo'lmagan narsa deymiz. Yoki boshqa narsa orqali bu to'lam ishi bitadigan narsa desak bo'ldi. لأنه لا يجب بهلاكه حتى يستوفى من الرهن. Yani aç telefon eğer yo'qolib ketdi, buzilib qolib, vayron bo'lib ketsa, to'lam kelmaydi. To'lam kelgan bo'lsa, ranidan ilib olaydi, rani qo'ygan narsadan. To'lam kelmagan ekan, u ranidan ilish bo'lmaydi, shu rani qo'yishning o'zi ortiqcha ish. Li'annahu idza halakal mabi', chunki bu yerda sotilgan tovar yo'qolib ketib qolsa, yani sotqichining qo'lida turib, yani indal bai' deymizmi shada. Sotqichining qo'lida turib yo'qolib ketib qolsa, yabtulul bai'. Soda amaldan qoladi. Soda inavasiz. Xaridor topshirib olmagan holatda soda inavasiz bo'ldi, amaldan qoldi, va yasqutu thaman, pulni to'lashmi amaldan qoladi. O'chada pulni topshirib olgan bo'lsa, egasiga qaytarib berish bilan ish tugadi. Fasara kama laysa bimadmun. Undan bu al-madmun bi g'ayriha degan mushu jumlani izohlasak, bu to'lanmaydigan narsa degandek bir gap. Undan keyin to'lam qildigan bo'lsa, ya'ni to'lam qildigan ahvolda ya'ni ilishki bo'ladi, to'lam kelmaydigan ahvolda ya'ni ilishki bo'lmaydi degan xulosa chiqadi. Wal a'yan, a'yan degan aynning ko'pligi. Bu naq narsalar, ko'z oldimizda bor naq narsalar. Wal a'yanu g'ayrul madmuna, to'lam kelmaydigan naq narsa nima desa, vayal amanat. Bu amanat xarakterdagi narsalar.
Kel-vedi'a, mesela amanet, koyup koygan narsa. Vel-ariye, ariyetki bergen narsa. Ve malul mudaraba, pul, kuch, şirikçilike, mudarabege bergen sermaye bu. Şu sermayenin aylandırıcınınki kuluda amanet. El-amilinin kuluda amanetim. Ve şirketinin pulu mu? Şirketinin azasının kuluda amaneti sağ. Vel müstacar, icari verilgen narsa mu? İcari ağıcınınki kuluda amanettek. Ve nahveha ve şunga okşaş mal mülklerde la yecuz rahnu biha. Rana ilişqa, rana qoyashqa bulmaydı. Lianna rahna muqtadahu damanu ala ma nubayyinuhu. Çünkü ranınınki taqazzası tülümde ibaret. Biz bunu tövende bayan kılımız. Rana nimeni taqazza kılıdı? Tülem diyen bir mezmununu taqazza kılıdı. Tülem bulmaydı iken rana qoyash bulmaydı. Ve ma laysa bi madmunin la yujadu fihi ma'na rahn. Tülenmeydiğin nasilerde rahn diyen mezmun bulmaydı. Münasip kelmeydi. Ve kavluhu fil muhtasari, yani muhtasar diyenin müşahede el muhtar ne demekçi? Muhtarın metnide muallif rahmetullahi aleyhi üze indiyente ve hu akdu vethikatin bimalin madmunun binefsi yumkin istifauhu minhu. Qarzın pulunu ranidin tirildirvağı olduğun bolsa diyente. İhtirazan an hada. Yuqurdaki muşu mazmundan saqlanish uchun ihtirazan degan viqoya saqlanish degan ma'no. Saqlanish uchun ash iborani surganti deydi. Ashini qayd qilgan. Ya'ni bu yerda ashuningdan tultuvag'li bo'ldigan degan ibora to'lam kelmaydigan narsa bo'lsa, u ran degan narsa bo'lmaydi demoqchi. Wa la yajuzu bish-shuf'a. Şefilik haqqi sababidan rana asa bulmaydı. Yani bu rana ilişki bulmaydıgan toxtamlarını bir-birle bayan kılıvatkan ahval. Amanetke tölem kelmeydi doq. Amanet koygan narsa olsun, aşında şirketinin mal mülki, icariga algan narsa olsun, bunda tölem kelmeydi desek, bu türlük pullar qarta rana ilişki bulmaydı. Yani bu yerde ve la yecuzu bish-şuf'a. Yana şefilik haqqi sababidan mı ranası bulmaydı. Nimenin gap? Mesela bir öyünü satmakçı oldu. Birisi setip aldı. Hoşna emas, birisi setip aldı. Setip alganken u hoşnası şefilik haqqını talep kıldı. Men alıma öyünü, men hoşnası. Degendiken qazi bu şüf'a haqqı asasen hüküm pişip koydu. Bunu hoşnası aldı. Hoşnası aldı degendiken bu şefilik haqqı bolgan hoşna a öyünü algan kişiga nima deydi? Manga bir narsa rani qo'y deydi. Nima ish qilsa, a uyni men topshirib olib qo'ygacha sendan keyincha topshirib ololmay qolmasligim uchun, ashuni puxtalash uchun manga bir narsa qo'yib qo'ysa, pul qo'yib qo'ymaslar yoki mashina qo'yib qo'ysa degandek. Nima uchun shunda deydi? Chunki setilgan narsa to'lam kelmaydi. Biz yuqorida o'tdik. Bir narsani sotgan bo'lsa, qo'liga topshirib olgacha uningdan an topshirib bergicha sen qo'lingga topshirib olgacha sen menga bir narsani qo'yish desa bo'lmaydi dedik. Hamda bu hozir mushtarining uyi desak, bu uyni sotib olgan kishining uyi bu. Hamda bu uyni şefilik haqqi bo'lgan kishiga topshirib bermoqchi. Lekin topshirib olib bo'lgacha şefilik haqqi bo'lgan kishi bu topshirib elishni kapolatga ega qilish uchun cho'qim qo'limga kirsin bu uy deb uyni menga setib topshirib bergicha menga bir narsa rani qo'ysa deb turvasi bo'lmaydi. Chunki bu setilgan narsa g'ayri madmun bi nafsihi. Biz buni madmuna bi g'ayriha degandik. Madmun bi nafsi emas. Masalan bir narsani setib oldik, biz qo'limizga topshirib elib bo'lgacha u narsa vayron bo'lib ketsa, u chaqda uning o'qishini yo bir narsani pulusini to'lab berish kerak degan narsa yo'qdi. Faqat savdo amalidan qoldi degandik. Yaptulul bay va yasqutu thaman degandik. Demak bu yerda shafilik haqqi bo'lgan qo'shna uyni menga setib o'tkazib berib bo'lgacha bir narsa rani qo'ysa deb turvasi bo'lmaydi. Chunki bu yerda uy agar o'lib chiqib ketib qolsa, yo'qolib ketib qolsa, u uyni sotquchi, jiraqdan setib olgan kishi
Yani şefeyi satkan kişi bunu төлемейді. Yani oyunu birisinden bir setip aldı. Setip algan eken, qo'shnisi men bu oyunu senden setip alishga haqliq degan ekan, bu uy şefening bo'lib ketadi. Lekin qo'liga topshirib olishdan burun uy o'rilib tushgan bo'lsa, u uyni şefeyi satgan kishiga to'lam kelmaydi. Qolgan bu yerda so'damaldan qolgan bo'ldi. Shunga bu voqelikda bunda ahvollarda şefi ran talab qilsa bo'lmaydi dedi. Wala biddaraki. Yana so'diz bo'lgan narsaning egis chiqib qilish ehtimolligi uchunmi ranasi bo'lmaydi dedi. Darak degan talab qilish, aqidin qo'g'lash degandek ma'noda. Buning yana bir ismi damanul ahda. Mushu narsa zodi qo'lingdan chiqatmaydi, sana cho'qim tegidi deb kafolat qilishdan iborat. Misol qilsak, bir telefonni birisi bir do'konchidan sotib oldi. $500 berdi. Bergandan keyin men sendan olgan telefonning o'ylimga yerdan boshqa bir egis chiqib qilib, mening qo'limdan ketib qoldigan ahvol bo'lib qolishi mumkin. Birisi ma telefon mening ketdi deb egis chiqib qilib mendan tatib olib qolgan chaqda men pulimizni ziyon tatman. Shunga men sendan ma'nosini ran olaman desa bo'lmaydi. Masalan, ba'zida o'g'irlangan telefonni sotgan ahvol bor. Birisi telefon oldi. Olgandan keyin ertagini biraylan chiqib, "Mening telefonimda ekanlar, men o'g'rimandan o'g'irlab ketgan" deb ilib oldigan ahvol bor. Bu chaqda ziyon uchrab ketmaslik uchun bunda egis chiqib qolsa, ertagin pulimni tirildirib oldiganga bir narsa ran qo'yinglar desa bo'lmaydi. Yani keyincha setib olingan narsaning egis chiqib qilib, haqqi zoya bo'lib ketishga qarta ranasi bo'lmaydi deymiz. Nima uchun desam, ishadim bu to'lash kerak bo'lgan narsa emas. Cho'qim to'laydigan bir narsa yo'q bu yerda. Wala bidaynin sayajib. Yana bundan keyin to'lash kerak bo'lib qoldigan, gadiniga yezildigan bir qarzga qartami ranasi bo'lmaydi. Masalan, bir oydan keyin sizlar o'tirayotgan uyning ijarasi 2000 yen ya 2000 TL gadillarga o'rnaydi. Yani uni bermay qilishlari qarta ma'ni raniga qo'yib qo'yishlar desa bo'lmaydi. Chunki bu taqa to'lish kerak bo'lmagan narsa. To'lam kelmaydigan bir ahvol hozir. Lianna wasiqatun bima'dun, yani yo'q narsani hujjatlab qo'yishdan iborat. Wala bil qisas fi nafs. Yana birisi bir odam o'tgan bo'lsa, qisas kelib qoldi yoki put qo'lini kesayotgan bo'lsa, put qo'lini kesayotgan qisas kelib qoldi. Bu chaqda men qisas bo'g'icha sen ma'nosini rani qo'yib qo'ysa desa bo'lmaydi. Ran talab qilsa bo'lmaydi. Chunki u qo'yib qo'ygan narsadan u qisasni tirildirib olib bo'lmaydi. U narsaning qo'lini kesish yo uni o'tirish degan narsa bo'lmaydi. Li adami tamakkuni min al-istifa. Undan to'lanmaydi qisasni. Pul bo'lsa-da to'ltuvag'il bo'libdi. Va yajuzu bi jinoyatil xato'i, agar qisas kelmaydigan savallikdan adam o'tirash yo put qo'lini kesib o'tish ahvoli bo'lib qolgan bo'lsa, bu chaqda bu xatolikdan, savallikdan adam o'tirash, jinoyat ishlash ahvolida vojib bo'ldigini pul bo'lg'achqa, va qisas degan narsa mavjud emas. Diyat yoki al-arsh vojib bo'lgan bo'lg'achqa, bu chaqda buning qarta bu jinoyatda to'laydigan pul qarta ranasi bo'ldi. Masalan, birisi bir odamni xatolikdan mashinada urib o'tirib qoldi. Buningga masalan $100,000 diyet keldi yoki to'lam keldi desak, $100,000 akab bo'g'icha sen mashinangni rani qo'ysa, bo'lmasa qechib ketib qolsang, pulni nada olma desa bo'ldi. Va yakunu rahnan bil arsh. Bu chaqda shu mashina to'laydigan shu diyetga qarta rahna bo'lgan bo'ldi. Li'annahu yumkin istifa'uhu. Chunki shu diyetni shu qo'ygan mashina ilg'aranidan tirildirib bo'ldi. Yani istifa'uhu, yani istifa'l arsh. Wa la yajuzu bil kafalati bin nafs. Al kafala bin nafs degan nima? Men palani chaqda mush odamni tepirman deb kepil ulash. Men palaniga kepil. Bu qechib ketib qolsa, men pulimni nada olaman desam, men kepilman akab berishga deb birisi kepil bo'lgan bo'lsa,
Yani sen ekep vermeyi kalsan bunun hakkımıza gitti sen rani koy dese bulmaydı o. Li ta'azzurul istifa. Çünkü bir yerde bu adam төлeydiğen bir pul yok. Bu adam fakatlam ay palanını ben tepirme dep tepirishni o'z ustiga olgan, lekin bu yerda pul to'layman degandek ahvol bo'lmagan. Wala bi ujratin naihati wal mughanniyati li'annahu ghayr madmun. Yani o'lamda jig'zar matam tutib turadigan, yana shunda cheklangan naqshlarni o'qib turadigan ayollarninki shaq bo'lib qolsa, bu pulni bu ayolga birisi bermoqchi shaqqini berib bo'lguncha bular ran talab qilsa bo'lmaydi. Chunki aslida bu pullar yani shariat bu cheklangan doiradagi ishlar bo'lg'achqa o'lamga shunda qo'shaq to'qib yig'lab pul olish degandek narsalar burunqi jamiyatlarda bor ishlar bo'lg'achqa buni cheklayotgan. Ondan shunda cheklangan doirada naqsh o'qib pul topadiganlar bularninki shaqqini cheklayotgan bo'lg'achqa bu bermasa to'lam kelmaydigan bir pul bo'lg'achqa buningdimi ranilish durust bo'lmaydi demoqchi. Yuqorida qanday to'xtamlarda, qanday ishlarda ranilish bo'ladi, qanday ishlarda ranilish bo'lmaydi buni bayon qilib o'tgan bo'ldi. Qala va yajuzu shartul xiyari lirrahin. Biz rahinni rani qo'yg'ichi dedik. Rani qo'yg'ichida ixtiyorlik ba deb shart qilib rani to'xtami qilsa bo'ldi dedi. Masalan, rani qo'ygan kishi men sana bu mashinani rani qo'ydim. Lekin men xalsam bu randan yenib olaman deb mushunda shart qilsa bo'ladi. Li'annahu la yamlikul fasxa fayufidu ash-shart. Chunki mashinani topshirib berish bilan, rani topshirib berish bilan bu rani to'xtami tamom bo'lgan bo'ldi. O chaqda yanolmay qoldi. Shunga mushunda shart qo'ysa yana oladigan bir imkoniyat tug'iladi. Bu shartning foydasi bo'lgan bo'ldi. Shunga joiz bo'ldi deydi. Wala yajuzu lil murtahini. Lekin raniga og'uchi menda ixtiyorlik bor deb ran to'xtam qilsa bo'lmaydi. Li'annahu yamlikul fasxa bighayri shart. Chunki u qachoniki bu ranni amaldan qoldiraysa tutamanasang deb bilan bir o'tib ketalaydi. Shunga bu shartning foydasi bo'lmag'achqa bu shart qilish joiz emas. Yani ortiq ishni qilib yurmayli demoqchi. Qala va la yajuzu rahnu ma la yajuzu bay'uhu. Setish joiz bo'lmaydigan narsalarni rani qo'yish bo'lmaydi. Yani bu yerda rani qo'yiladigan narsaning shartlarini bayon qilyapti. Bu ranini setib haqdan to'ltib oladigan bo'lg'achqa sotqil olmaydigan narsa bo'lsa rani qo'yish bo'lmaydi. Kal hurri val mudabbari va ummul valadi val mukatabi val maytati vad dami. Masalan, her bir insonni ma balamni rani qo'ydim desa bo'lmaydi. Val mudabbar xo'jayini masalan qulga mendan keyin qolsang sen azat deyilgan bir qul bo'lib qolsa, bu mu vaqtning o'tishi bilan hur bo'lib ketadigan inson bo'lg'achqa buni sotqilib bo'lmaydi. Va ummul valad xo'jayini shu dedektin farzand ko'rgan bo'lsa, bu ummul valad bo'lib ketdi. Bu mu hurlik qarab qadam olgan bo'ldi. Buni mu sotqilib bo'lmaydi. Val mukatabi masalan manchalik vaqtda manch pul tab akasan sen azat deb xo'jayini bilan to'xtamlashgan qul. Bu mu hurlik qadam olg'achqa sotqilib bo'lmaydi. Val maytati o'zi o'lib qolgan tab ayvalla uni mu setishga bo'lmag'achqa rani qo'yish bo'lmaydi. Masalan, telefonning pulini ekib bergichi ma o'lik kala sil tuttusin deb bo'lmaydi. Va dam qonni sotqilib bo'lmag'achqa. Li'annahu la yumkin al-istifa'u minha. Chunki bu narsadan setib pulni tirildirib olib bo'lmag'achqa. Chunki bu naslda mallik sifat yo'q. Mal emas bu nasl. Fala yahsulu at-tawathuq. Shunga bu naslni rani qo'yish bilan u hujjatlab, puxtalab qo'yish degan maqsad ado bo'lmaydi. Va kaza jaz'un fi saqfin. Masalan bir turistiki bir uyning o'gisini yapganda, turistini yapgan chaqda ishlatilgan bir jaga yoki xa desak, buni rani qo'yish bo'lmaydi.
aş turistika aş ha ya jaga rani bo'lsin. Nima uchun desa? Chunki uni aslini ayrim holatda topshirib bergili, topshirib olib bo'lmaydi. Topshirib bermoqchi bo'lsa, cho'qim qo'murab yoki kesib ayirib berish kerak, o chaqda ziyon bo'ladi. Shu ziyonsiz topshirib bergili bo'lmaydi. Ziyonsiz topshirib bergili bo'lmaydigan narsani rani qo'yishga bo'lmaydi. Setib qolsak, bu yerdan qo'murab so'kib olib ketsa, nurg'un ziyonni billa ilib qilgan bo'lg'achqa. Ziyonsiz sotqili bo'lmaydigan bo'lg'achqa. Va zira'un min thawbin. Bir to'proqdan bir gaz rani qo'ydim. Bir gazni kesib rani qo'ysa bo'ldi, lekin kesmay turib, mushu bir to'proqning bir gezi, ya bir metri rani bo'lsin desa bo'lmaydi. Va ashbahuhu lima marra. Ama şu o'xshash naslni rani qo'yish bo'lmaydi. Lima marra, chunki bu yerda ziyonsiz topshirib bergili bo'lmaydi. Qarzni to'ltog'li bo'lmaydi. Unda onkin boshqa narsaga chetlib qilib, boshqa narsaning haqqi bog'lanib qolgan yoki sotqili bo'lmaydigan narsani rani qo'yish bo'lmaydi. Hur insonnimi bu yerda hurriyatdan iborat, hurlikdan iborat bir to'salg'i bo'lg'achqa uni rani qo'ysa bo'lmaydi. Yani cemiyatda har xil odamlar, xil kalladagi, zihniyatdagi kishilar bo'lishi mumkin. Turiblan birisi, ashuna bir savdo qilib qarzga bo'lib qolgan chog'da, "Ma bolamni rani qo'ydim" deb ketadigan bo'lishi mumkin. Qala va la yajuzu lil muslimi rahnul khamri wal khinzir. Musulmon kishi bo'lsa, aroqni rani qo'yish bo'lmaydi, cho'shqilni rani qo'yish bo'lmaydi va yajuzu lil zimmi. İslam davlatida yashaydigan kafir fuqaro bo'lib qolsa, bu qo'ysa bo'ldi. Nima uchun desa, buning nazarda, buning nisbatan aroq va cho'shqa mujindan narsalar mal mulk hisoblanadi. Li'anna ar-rahna wal irtihana lil wafa'i wal istifa'i. Musulmonga nima uchun joiz bo'lmaydi? Zimmi o'z joiz bo'ldi desa, nima uchun desa, chunki rani qo'yash va raniga ilish qarzni to'lash va qarzni to'litish uchun bo'ladi. Va la yajuzu lil muslimi zalika min al khamr. Yani musulmon kishi bo'lsa, raniga oluvchi musulmon kishi bo'lib qolsa, u aroqdan qarzini to'ltololmaydi. Rani qo'yg'uchi musulmon bo'lib qolsa, u aroq bilan qarzini to'lsa bo'lmaydi. Va yajuzu lil zimmi. Zimmi bo'lib qolsa, joiz bo'ldi biz yuqorida bayon qilgandek. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك